Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Sharif. Bugun men qishloq topmagunimcha o'ynayman. Qishloq topganimdan so'ng Golemni o'ldiraman. Qanday qilib deysizmi? Vijvaniyaga o'tib, Vijvaniyada Golemni o'ldiraman. Qoldi hech narsasiz. Golemni o'ldirish qanday bo'larkan? Buni bilib bormoqchi bo'lsangiz, menga like va obuna bo'ling. Va yana bir bloger Artifaktga ham obuna bo'lishni unutmang. Nima bu Everest? Tushunmadim. Bu nima Everest? Turib qo'yamiz, ketdik. Buzilgan portal. Qani ko'rayotgan sanadini o'rasin. Bu qanaqadir cheatmi? Tipirib qo'yganmiz. Xo'sh, qishloq bunday kim qanaqadir joylarda bo'lmaydi. U tekis joylarda bo'ladi. Nima, hamma joyni tosh bosib ketganmi? Tushunmadim. Hamma yoqni tosh bosib ketgan shekilli. Yaxshi, men kreativdaman, Vijvaniyada emas. Shuni tagiga ham yo'qki. Hara bo'lish kerak edi. Voy, men qayerdan keldim? Nimaga o'zi keldim? Jonimga tikkatdi. Xudoga shukr. Orolcha topildi. Hamma yoqni tosh bilan ko'mir bosib oldimi? Bu qanaqadir cheat shekilli. Bugmi? Tushunmadim. Bu org'illarga nima qilgan? Nima? Men hozir joyimga qaytib keldimmi? Qanaqadir bug shekilli do'stlar. Minecraft menga yetib bo'lmayapti, yetib bo'lyapti. Qo'ylar qandaysizlar? Kreativda qishloq topish qiyin bo'lmasa kerak-a? Voy, qancha paytdan beri qidiryapman men. Men hozirgi gapimni qaytarib oldim. Kreativda umuman qishloq topib bo'lmayapti. Shuning uchun bu serverdan chiqib ketaman. O'zingiz tushunasiz, men yangi server yarataman. Bu serverda men o'lib qoldim. Serverni nomlash nima kerak? Qabul qilamiz. Kreativ.
Do'stlar, u borku mening jonimga tegdi borku. Qanigo. O cho'l. Cho'lda qishloq bo'lish ehtimoli bor. Ha, bu yerda kim bilmasa, mana shu yerlarda oltin juda ko'p bo'ladi. Yana bir marta aytib qo'yay. Menga va like va obuna. Yana faqatgina menga emas. Artifakka ham obuna bo'ling. Bu kon ekan. Men buni qishloq deb o'ylabman. Jin ursin. Cho'lda qishloqlar bo'ladi, shundaymi? Qishloqqa yarasha qilib golem ham bo'lsin-da. Nima? Va nihoyat. Golem ham bor. Unda bizning jangimiz Golemjon doston bo'ladi. Hozir men videoni to'xtatib tur. Hech qayerga ketma, Golem. Shuni olib qo'yamiz. Golemjon, qandaysan? Ma. Uzr do'stlar, hech narsasiz Golemni o'ldiraman degandim, lekin bloksiz bo'lmayapti. Shuning uchun sizni hech bo'lmasa salgina adlamagan holda qo'lda o'ldiraman. Hech bo'lmasa shu yolg'on bo'lmasdi. To'g'rimi do'stlar? Nima, bu Golemning cheksiz joni bormi? Ha, aytgancha men qo'lda o'ldirayapman-ku. Nima, o'lasan Golem. Boshqa Golem yo'qmi? Nima, faqatgina shumi? What? Ha, mayli. Bu cho'l bo'lishiga qaramasdan somon juda ko'p ekan. Agar hozir men boshqa joydan masalan o'rmonlarda qishloq chiqqanda u yerda bir dona bo'lsa ham somon chiqmasdi. Cho'lda esa somon tiqilib yotibdi. Sen Golemni o'ldir. Temir tushdim. Chiqdi. Majitel, qandaysan? Men hozir 3 blokdan yiqildim. Jonim ketmadimi? Ya. Daraxt yo'qmi hech kimda? Aytgancha mana bundan sindirsa daraxt tushadi. Kaktusni men boshim ko'raman. Buni ekanmiz, sindiramiz. Yaxshi. Yuramayapman. Aytgancha buni ustidan sakrab bo'lmaydi-ku. Ha, bolajon, qandaysan? Har doim birinchi 3 ta temir, albatta temir kirka degani. Tushunmadimi? Senlar ham jonimga teg, yarim yil umrimda ular kerak emas.
Shunchaki aylanib o'taman. Ha bolajon, yaxshimisan? İşlerin bo'lyaptimi? Qaradi. Nima uchun? Iltimos, bittagina tayoqcha beringlar. Hop, rahmat. Sen menga kerak emassan. To'xta, senda o'zim aytib turgan ekan. Endi menga bersak ham kerak. Daraxt. Bersak bu daraxt bu qirqa. Ay mayli. Biringda sandiqda ishimiz daraxt bo'lsin. Daraxt yo'q ekan. Qarang. Nonni olmagan uchun aniq afsus qilaman. Xuddi sen narsa sotasanmi? Men nima sotasan? To'xta, iflos harom. Hech bo'lmasa verstak yo'qmi? Bu nima bu? Oz yangilandimi? Bu kimdi o'zi bu? Böyle qarapshak. Nima? Men uyda tekshirdim, lekin qanaqadir bak, qoch. Tak do'stlar, men yarim soatdan beri yuribman bu yerda. Bu nima? Mana aytgancha bu bilan bir blokka chiqsa bo'ladi-yu. Hozir sinab ko'raman. Bu yarim yil umrim. Watched. Blokni olib qo'yamiz. Mana bir. Aytgancha majbur biz. Sindiramiz. Ah canım getirdi. Uyulamam hoş. Dur anlık benim üstümden gülüş yaptı. Nega menga shuning uchun kerak edi. Men nihoyat bu la'natlangan joydan chiqdim. Qani. Bu qishloqni aylanish kerak. Itdan tarqaganlarda versak yo'qmi? Itdan tarqaganlar ha. Hadimay oqshom chiqadi. Tushadi, oqshom ham tushdi. Menga ver. What?
Necha bo'lak? Dashak. Varsak yo'q. Xullas do'stlar, xayr.